Ikkinchi masala. Ikkinchi masala shartida mana shu birikmalarning elementlari bilan atomlari 1:3 nisbatda bo'lishi kerak. Endi har bir javobni bir ko'rib chiqmasak bo'lmaydi. Elementlarini dastlab element, keyin atom. Bunda element soni 3 ta. Atom soni esa bitta alyuminiy, bitta fosfor, 4 ta kislorod, jami 6 ta. Nisbatlaydigan bo'lsak 1 ga 2 xato javob. B javobni ko'ramiz. Demak, A javob xato. B javobni ko'ramiz. Elementlar soni bitta dona temir, azot nechta bo'lishidan qat'iy nazar, kislorod nechta bo'lishidan qat'iy. Demak, elementlari 3 ta, atomlarni sanaymiz. 1 dona azotga 3 ta kislorod qo'shsak 4 ta, 2 ga ko'paytirsak 8 ta. Temirni qo'shadigan bo'lsak 9 ta. Atomlari 9 ta. 3 bilan 9 ni nisbatlasam 1 ga 3. Bizdan ham 1 ga 3 ni so'ragan. Demak, to'g'ri javob B javob.